Ya'ni bu sun'iy intellekt odamlarni ishlarini olib qo'yadimi? Qanaqadir xavotirlar bor. Bunaqa xavotir qilish kerak emas aslida. Buni oddiy qilib tushuntirmoqchi bo'lsam, kalkulyator chiqdi va uni agar ishlatsangiz, sizga faqat ishingizga yordam beradi. U misol hisobchilarni ishini olib qo'ymaydi. Faqat uni ishini yengillashtiradi. Sun'iy intellektdan xuddi kalkulyator kabi. Sizni ishlaringizga yordam bersa beradi, lekin odatda sizni ishlaringizni yoki odamni o'rnini egallamaydi. Ya'ni faqat buni o'rganish kerak va kundalik ishlaringizda uni foydalanishga harakat qilishingiz kerak. Va yana bitta muhim narsa, bunga xavotirga o'rin yo'q deyishimiz sababi, bizni odamlarni Alloh shunaqa murakkab yaratganki miyamizni. Bu miyalardagi potensialni juda kam sanamaslik kerak. Bu yerda miyamizni agar yaxshi o'ylansa, biz odamlarda juda katta energiya, ya'ni juda katta bilimlar bor. Buni faqat to'g'ri yo'lda sarflasak agar